Navbatdagi trekker mashinamizga metan qo'yish jarayoni ketmoqda. Ko'pchilik akalarimiz trekkerga metan qo'ysa bo'ladimi deydi. Mana trekker mashinamizga Avansi 32 ga 4 blok upravleniyasi original jihozlar bilan, injektorimiz Royal original, italyanskiy, Adax original injektor bilan, reduktor bilan akkuratni qilib joylab berganmiz. Mana Euro zapravочныйlar. Mana trekkerga oddiy jugulurlarni ham uzun jugulurdan qilib, tramvay porshunga yaqinroq qilib sepadigan qilib qo'yib beryapmiz. Orqa qismiga 3 ta 30 talik balon qo'yilyapti. Mana akkuratni qilib yangi balonlar, polovrot krayniklar bilan chiroyli ko'rinishni ko'rib beryapmiz. Quloqchilarga bitta 90 talik yoki 80 talik balon ham bemalol ustanka qilsa bo'ladi. Ustanka ketyapti, akkuratni qilib. Narada yana bitta xuddi shunday tekka mashinamizga shu o'salik endi boshlandi. Balonlarimiz ustalik. Mana tagiga bunliklar qilib, chana qilib, chiroyli qilib ustanka qo'yapmiz. O'zimizga ham original jihozlar bilan biz mana Royal original italyanskiy injektorimiz,